Xo'p, bu yerda ikkita uyimiz bor edi, bittasi sotildi, bittasi qoldi, lekin buni sizlarga kelishtirib beramiz. Savdo bo'lyapti degani bu degan narxini oshirish kerak emas. Biz sizlarga tushirib beramiz, nabarodda. Xo'p, bu yerda qaranglar, mana bu yerda bemalol 4 ta mashina parkovka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita bu yoqqa, ikkita bu yoqqa, yashil hududi bor, katta. Xususiy maktab bog'cha ham bor. Davlatda maktab bog'chasi ham bor. Bemalol xohlasanglar tanlov qilaverasizlar. Bu yo'limizni shunda hokimiyat Toshkent tumani Keles Kirov hokimiyat Uzgazo'l ko'chamizdan kirganimizda gaz, tok, suv, kanalizatsiya sentralniy hammasi bor. Uyimizga kirib kelishimiz bilan mashina qo'yish uchun bemalol garajxonamiz bor. Agar mashina ko'chada turaveradi, hech kimga xalaqit qilmas ekan desanglar, tapchan qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Xo'p, fasadlari mana osvesheniyalarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yavering. Yashil hudud bor, umumiy sanuzelimiz bor. Bu tarafimizda kichkina bo'lsa ham yozgi oshxona, qozoni bor, varishniy panel, moyka. Bo'ldi, shu narsalar kerak edi, ortiqcha narsalar menimcha kerak emas deb o'ylayman. Ana mangallar, shular, ya'ni kir bo'ladi, tozalash, ustida o'sha ketaveradi. Endi uyimizni 1.8 sutuga tushgan 6 ta xonali podvali ham bor. Bitta ichkaridan kirib ko'rsatamiz, qani yuring. Birinchi etajga kirib kelishimiz bilan uyimizdagi asosiy oshxonamizda loft eshiklar, hidlar chiqmasligi uchun oshxonadagi, bu uyimizning ichidagi yozgi tashqarida bo'lsa, qishki oshxonamizda bo'ladi. Mebel texnikalari qilingan. Bu ham rabochiy zona uchun zo'r yechim qilishdi. Mabodo tez choy ichib ketish uchun ham yaxshi. Xo'p, hol mehki zona kichikroq bo'lsa ham mebellar qo'yib qo'yishdi. Endi o'zingizlar almashtirib olasizlar, xohlasanglar. Televizor ko'rib, kitob o'tir, aytgancha podvalimizda mazza qilib kitob o'qib o'tirsanglar, namozxonalari bor. Uni ham hozir ko'rsatamiz, ko'rib turing. Xo'p, bu tarafimizda mehmonlar kutib olish uchun birinchi etajdagi bitta mehmonxonamiz bemalol 5,5-6 metr 12 tali stol usti qo'ysanglar bemalol bo'ladi, xudo xolasa. Keyingi xonamizni ko'rsatadigan bo'lsak, keling. Bunisi kattalar uchun yotoqxona qilsak bo'ladi. Orqa tarafga havo aylanish uchun, yorug'lik tushish uchun romni eshik variantda qoldirib ketilgan, to'g'ri yechim bo'lgan. Mana bunisi umumiy sanuzelimiz. Bu xohlasanglar umumiy qilasizlar, xohlasanglar shu xonamizdagi foydalansanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi etajga chiqamiz. Bundan oldin sizga boya aytganimdek podvalni ko'rsataman, yuring. Podvalni qarang. Podval o'zi katta emas, kichkina, lekin buni qarang. Bemalol bu yerda kitob o'qib o'tirsanglar ham tinch. Yozgi kuni tepalar issiq bo'lsa ham podvalimizni mo'zdekgina bez konditsioner mazza qilib o'tirsanglar bo'lar ekan. Kitoblar qo'yadigan, ma'millarga lekin yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Zo'r, chiroyli foydalanishda, lekin kichkina joydan yechim qilishdi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz, qani ketdik. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bitta mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona qilsak bo'ladi. Erkak, ayollar kelsa, pastda erkaklar, tepada ayollar, xohlasanglar nabarot kutib olsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi bu yerda garderobni qilish uchun joy tashab ketilgan, shkaf yasattirib olinadi. Bu yerga bemalol. Orqa tarafga oyna ochilgan, havo aylanish uchun orqa hovliga umumiy sanuzelimizni xo'p, bu yerda mana ko'rsating, dush qilib foydalanilgan. O'zi to'g'ri yechimmi? Bitta shuni ham kommentariyada yozib ketinglar, kattalar uchun dushmi, vannami, qaysi biri qulay. Bunisi vannali qilib qilingan. Endi bolalar uchun yaxshiroq yechim bo'lsa kerak. Bu tarafimizda yana bitta yotoqxonamiz qilib foydalansanglar bo'ladi. O'g'il bolalar, qiz bolalar adden qilib, buni ham bolalar uchun yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Balkonga chiqsa bo'ladi bunisidan. Xo'p, uylarimizda ikkita edi, bittasi sotildi. 189 ming qo'yilgan. Endi sizlarga 182 ming narx aytamiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Bitta like bosib qo'ysangiz, YouTube'da tarqalish kengroq bo'lar ekan. Shuning uchun sizga rahmat aytamiz. Xo'p, narxini 182 ming so'radik. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sog'-omon bo'lasizlar. Podpiska bosib qo'yinglar YouTube'da. Shunaqa to'liq videolarni shu yerda ko'rib turasizlar. Instagramda tezroq olishga majbur bo'lamiz. Chunki u platformada 1,5 minutlik video qo'yish kerak bo'ladi. Shu sababli shuning uchun o'ta tezroq video olamiz. Sog'-omon bo'lasizlar. Rahmat. Uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta like ham bosib qo'yasiz.